Qadrli do'stlar, yana bir marta assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Kommentariyaga ko'zim tushib qoldi. Odamlarda pul qo'shdi. Korzinka hamma ko'chalarga kirib kelyapti. Qisqasi shunaqa ma'noda gap. Odamlarda pul qo'shdi, hammada pul qolmadi, boshqa. Endi men bu fikrga qo'shilmayman, chunki odamlarda hamma vaqt pul bo'lgan. Pul bo'lmasa, pulni qiymatida qanaqadir narsasi bo'lgan. O'sha ocharchilik, qahatchiliklarda ham kimdadir bir do'pi makkasi bo'lgan, bir do'p bug'doyi bo'lgan. O'sha pulda endi odamlarda pul qochdi, hayot og'irlashib ketdi degan temaga keladigan bo'lsak, inglizlarda bir maqola bor ekan. Bu hukumat oldin yaxshi bo'lgan, kelajakda yaxshi bo'ladi degan maqola bor ekan. Bu nima degani desa, hukumat yomon deganda. Hukumat hozir yomon. Hukumatni otam ham yomon degan, otamni otasi ham yomon degan. Meni bolam ham yomon deyishi mumkin, men bolam bolasi ham yomon deyishi mumkin. Hamisha hukumat yaxshi bo'lmagan. O'z sharoitlarni qilib beradi, qarorlar qilib beradi, chiqarib beradi. Fuqarolarga shans imkoniyatlar yaratib beradi, lekin biz fuqarolar faqat nolishda davom etamiz. O'shaning uchun bu inglizlar aytgan, oldin yaxshi bo'lgan, kelajakda yaxshi bo'ladi, hozir yaxshi emas. Bu gapni o'sha bizdan oldingi avlod ham aytgan, undan oldingi avlod ham aytgan. Bu nima degani desa, hukumat yaxshi bo'lmaydi. Hukumat oldin ham yaxshi bo'lmagan, keyin ham yaxshi bo'lmaydi. Yaxshi emas desa, hozir ham yaxshi emas. Lekin aslida unaqa emas. Hukumat yaxshi. Hukumat bizga sharoit qilib berdi. Bizda nima qoldi? Bizda faqat ishlash qoldi xolos. Nolimasdan ishlash kerak. Yo'lini topish kerak. Hech qanaqa hukumat bizni oldimizga to'sib qo'yib qo'ygan yo'q. Hukumat mana dokument qilib ishladi, bizga sharoit yaratib berdi. Biz borib davlat xizmatlariga dokument qilib bemalol imkoniyatimiz boricha nima ish qilsak, xohlasak qilyapmiz. Odamlarda pul qochdi degan tema keladigan bo'lsa, odamlarda hech qachon pul qochmaydi. Mana shu odamlar bor ekan, bu odamlar bizga kapital. Faqat o'sha odamlarning cho'ntagida pulni olishni o'ylab topishimiz kerak. Ana O'zbekistonda 35 million, 36 million, balki 40 milliondir. Men bilmayman qancha million aholi bor. $1 pulini olib qo'yaylik. Qancha pul bo'ladi? Olishga aqlimiz yetmayaptimi? Unga hukumat aybdor emas. Biz o'zimiz aybdormiz. Ol ana qo'lingdan kelsa, ana odamlarning cho'ntagida hammasida puli bor. $1mi, $2mi, $3mi? Olishga meni aqlim yetmayapti masalan. Meni aqlim yetsa $5 pulni olib qo'yardim shularni. 40 million aholini $5 pulni olib qo'ysam, $200 million pul bo'ladi. Qani olyapmanmi? Yo'q. Men ola olmasam bunga hukumatning nima aloqasi bor? Hukumat umuman aybdor emas. Hukumat aytayapti, ol pulni deyapti. Bor kallangni ishlat. Qonundan chetga chiqmasang bo'ldi deyapti. Qonundan chetga chiqmagan holatda men bu xalqqa $1 yo $5 pulni olib qo'ya olmayapman. Chunki kallam ishlamayapti meni. Bunga umuman hukumatning aloqasi yo'q. Bunga umuman odamlardan pul qochdi qochmasini aloqasi yo'q. Odamlarda pul ko'p. Ulardan 100 ming ol, 200 ming ol, 1 million ol deyilmayapti. $1 ol, halol yo'l bilan $1. Yetadi o'sha. 36 million aholidan $1 olish iloji bormi? Bor, lekin men bilmayman. Bilganimda ham aytmas edim. Chunki o'zimga kerak u $1. Xullas, odamlarda pul qochmaydi. Bizi kallamizda aql qochadi. Shu miyani bir joyga jamlash kerak. Ana o'shanda biz boy bo'lamiz. Mayli, sog' bo'linglar.